Universitetda menga debut 3 baho qo'ygan o'qituvchiga 6 yildan keyin qilgan ishini eslatib xijolat qilganman. Qaysi fandan qaysi o'qituvchiligini ayta olmayman. O'sha o'qituvchi 3 baho qo'yganlar-da. Semestrga. 3 stipendiyasini olishimga to'g'ri kelgan. Keyin oradan 6 yil o'tganda men o'sha universitetda dars beraman. Ular bilan bitta xonada, dekanat xonasida ko'rishib qolganmiz-da. Keyin ha ustoz, esizdami, debut uchunmi siz qo'yib bergandingiz, sizni deb har semestrga mana bu qiz 3 ga yopadi deb bittadan 3 qo'yib berishgan. Butun 4-kursgacha ham 3 stipendiyasini olib yurdim dedim-da. Qat'iy qarashlarini bilmay qoldilar, xijolat bo'lib, maqtaganlarga. Aktyor. Aypsiz serialning bosh qahramoni. 2025-yilning eng zo'r aktyori. Stipendiya просто kartochkaga tushganda hech kim bilmasdi. U payt 50%ni anaqada berishardi, nalichka berishardi. O'chirtib turib, hammani oldidan просто berib olisham yo'q. Voy qiz bola narsa 3 ga yopasizmi deb berishardi. Aktrisa. Yilning eng yaxshi aktrisasi.